Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kech bo'lganda mana soat 6da ham o'quvchimiz qorong'ida shug'ullanyapti. Tupiy garaj qilyapmiz. Ahamiyat beringlar, mana kelib siz uni oldida to'xtaydi mana. Bu narsani mana bu narsa fishka deyiladi. Sergilikda ham mana shu narsa bor. Yelkalaga mana shu holatda kelganda to'xtab, sizlarga metka zaten skorost ko'rib, shunda chapga bursanglar o'zi qolipdek kiradi mashina. Sekin yurib 90 gradus bo'ladi. O'quvchi mana o'zi sekin shug'ullanib oq platformaga chiqdi. Endi birinchi skorost ko'rib, chorakda gabarit olib, rolni sal chapga buradi. Oq chiziqqachon keladi mana shu chiziqqachon. Sekin kelib yurib ishonadi. Еще чуть-чуть. Stop. Один оборот. Endi bitta оборот burib oldi rolni. Yurishi bilan qolganini qo'shadi yarimdan. Dabak. Ketdi. Ketdi. Bosmasdan chorrahaga ketdi.